Ushbu darsda Git Rebase bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Dars davomida Git Rebase haqida o'rganamiz. Rebase jarayonida chiqqan konfliktlarni hal qilish hamda interaktiv Rebase haqida va qachon merge, qachon Rebase ishlatish haqida ma'lumotlarni o'rganib chiqamiz. Ushbu holatda turgan repozitoridagi ikkita branchni merge qiladigan bo'lsak, o'tgan darsda ko'rdikki, bizda yangi merge commit paydo bo'ladi. Git Rebase'dan foydalanib, shu ortiqcha commitdan Git history'da qutulishimiz mumkin. Har bir commit uchun o'zidan oldingi commit base hisoblanadi. Masalan, B commit uchun A commit bu base, C commit uchun B commit base. Rebase ni ma'nosi o'zidan oldingi parent commitni o'zgartirish. Branchlarni rebase qilishdan oldin ko'rishimiz mumkinki, D commit uchun C commit bu base hisoblanadi. Ushbu ikkita branchni rebase komandasi orqali birlashtiradigan bo'lsak, D commit uchun base commit sifatida main branchdagi oxirgi G commitni o'rnatib qo'yadi. Bu jarayonda D commitni hashlari to'liq o'zgarib ketadi. Ya'ni u umuman boshqa commitga aylanadi desak ham bo'ladi. Va shu boshqa commitga aylangan commit oxirgi E commit uchun base hisoblanadi. Merge va rebase'ni bir-biridan farqini qisqa qilib aytadigan bo'lsak, merge jarayonida ikkita parentga ega bo'lgan qo'shimcha merge commiti yaratiladi. Rebase jarayonida bo'lsa, bunaqa commit yaratilmaydi. Bor commitlar rebase qilinib, tarix chiziqli holatga keladi. Bironta branchni boshqa bitta branchni ustiga rebase qilmoqchi bo'lsak, avval o'sha branchga o'tib olamiz. Misol uchun, future branchni mainga rebase qilmoqchimiz. Ya'ni future branchdagi yaratilgan yangi commitlarni main branchini davomidan qo'yishimiz kerak bo'lsa, avval future branchni o'ziga switch qilib olamiz va undan keyin git rebase main komandasini run qilishimiz kerak bo'ladi. Rebase jarayonida ham merge'ga o'xshab konfliktlar chiqishi mumkin. Chunki ko'rdikki, ikkala branchda ham bir-biridan farqli commitlar bor. Bu degani bitta faylni aynan bitta qatoridagi ikki xil change bo'lishi mumkin. Bunaqa konfliktlar chiqqan vaziyatda xuddi merge'ga o'xshab rebase'da ham fayllar markerlar bilan belgilanadi. Konflikt mavjud bo'lgan fayllarni topib, ular o'zgartirib, konfliktlarni to'g'rilagandan keyin git add komandasi yordamida o'sha fayllarni staging arrayga qo'shib olamiz. Va davomida bo'lsa, merge'dan farqli ravishda, esingizda bo'lsa, merge'da bu joyda shunchaki yangi commit yaratardik o'zimiz, merge commit. Rebase'da bo'lsa, git rebase'ga --continue optionini qo'shgan holatda komandani run qilamiz. Orqaga qaytarish bo'lsa, rebase jarayonini orqaga qaytarish uchun xuddi merge'ga o'xshab abort optionidan foydalanishimiz mumkin. Rebase'ni yana bitta boshqa vazifasi bu interaktiv rebase hisoblanadi. Interaktiv rebase'dan foydalanish uchun rebase komandasiga -i optionini qo'shamiz. Rebase'ni bu funksiyasidan foydalanib, oldingi qilingan commitlarni o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun, commit message'ini o'zgartirishimiz mumkin. Bir nechta commitlarni bir-biriga birlashtirishimiz mumkin bitta commitga. Git rebase'ga kerakli -i optionini berib, qaysi commitlar ustida amal bajarilishini ko'rsatganimizdan keyin editorda bizga o'sha commitlarni message'lari bilan bu ko'rinishda chiqarib beradi. Va oldida turgan komandalarni o'zgartirish bilan biza interaktiv rebase'ni amalga oshirishimiz mumkin. Misol tariqasida 3 ta commitni birlashtirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun oxirgi commitda pick buyrug'ini beramiz, ya'ni saqlab qolish. Keyingi commitda squash buyrug'ini berganimizda commit saqlab qolinadi va uni message ham saqlab qolinadi. Bu message oldingi saqlab qolinayotgan commitni message'iga qo'shiladi. Hamda fixup buyrug'i bilan bunda ham commit o'zi saqlab qolinadi, lekin uni message'i tashlab yuboriladi. Rebase'dan foydalanishning oltin qoidasi hech qachon remote'ga push qilingan commitlarni rebase qilmaslik kerak. Nimaga? Chunki biz ko'rib chiqdikki, rebase bo'lganda commitlar to'liq boshqa commitga aylanadi va ularning hashlari o'zgarib ketadi. Ularning parentlari o'zgarib ketadi. Bu jarayonda siz agar commitlarni o'zgartirib olsangiz, siz bilan birga ishlayotgan developerlarning historylari bilan bu konflikt keltirib chiqarishi mumkin. Rebase'dan foydalanish local branchlarni
birlashtirish, ularni rebase qilish uchun maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki bo'lmasam interaktiv rebase'dan foydalanib commitlarni o'zgartirishimiz mumkin. History'ni tozalash maqsadida bir nechta commitlarni birlashtirishimiz, messajlarni o'zgartirishimizga yordam beradi. Bugungi darsimizga qisqacha xulosa qilib o'tamiz. Rebase commitlarni base'ini, ya'ni parentini o'zgartiradi va shu bilan birga ularni hashlari ham o'zgaradi. Rebase vositasida branchlarni bir-biriga qo'shish bizga toza, chiziqli history'ni beradi. Rebase jarayonida agar konfliktlar yuzaga keladigan bo'lsa, xuddi merge jarayonidagi yuzaga kelgan konfliktlarga o'xshab hal qilinadi. Faqatgina farqi konfliktlar hal etilgandan keyin git rebase continue komandasi run qilinadi. Interaktiv rebase'dan foydalanib commitlar tarixini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Rebase'ni shared branchlardagi commitlarga nisbatan ishlatmasligimiz bu uni oltin qoidasi hisoblanadi. Git merge tarixni qanaqa bo'lsa, ya'ni git tarixi qanaqa bo'lsa, o'shandaqligicha saqlab beradi. Branch qachon yaralgan, qachon merge bo'lgan bularni tarixdan ko'rishimiz mumkin. Rebase bo'lsa, tariximizni chiziqli holatga keltirib beradi. Keyingi darsimizda gitda qilingan o'zgarishlarni, ya'ni commitlarni orqaga qaytarish, ya'ni git restore, git revert, git reset hamda git reflog komandalarini o'rganib chiqamiz.